Lutfi, media, fan texnika, cheklik, shirkati, sizib, harakat berib, kirishtirib, ovoz berib, ishladi. Karton ko'rma, bilim olma, baq qoptiz. Urumchi danishmand kitobchilik cheklik shirkati baq qaltis qoladi. Aloqalashish numeri 0991 881 44 46 139 99 40 25 90. Bo'g'i bilan shir. Yiroq desa yiroq emas, yaqin desa yaqin emas bir joyda nurg'un hayvonotlar yashaydi ekan. Shir peshig'irim issiqda tulki bilan oftobsinib o'ltirib, tulkijon, chashqon necha yil umr ko'rdi deb baqa. Endi shu aka, bu mushukning insobiga bog'liqligini. Savoq tashla baqqa barayli. Kitap o'qib kech kirganni sezmay qolayli. Tash ustida uxlab aram elayotgan shir bu ovozni anglab uyg'onib ketdi. Biri naqsh aytyotamdi nima? Berib baqaychu. Bo'g'a naqshi aytqach, o'sdan bo'ygan suv ichkil kepti. Hamda suvdagi sho'lisini ko'rib, "Voh, mening bu mungizim nima degan chiroyli qa? Shoxchilari nima degan ko'rkam? Jahonda buningdan ortiq chiroyli mungiz bo'lmasa kerak. Hey, lekin mushu putlarim ajabmi qisqa. Ham satgan desa, ajab o'sh bo'ldim bu putlarimga. Bu bir bo'g'i ekan-ku. Uni kasni ya bo'lmasa bo'ynini bir tishlab, qo'zg'imni to'yg'izaychu. Aldirmay. Shu asnoda shir chimliq orasidan sakrab chiqibdi-da, bo'g'ini qo'g'lashga boshlabdi. To'xta, men seni bir tishlab olay. Sen meni tutolmaysan. Bo'g'a qo'rqib ketganligidan jinining baricha soyliqqa qarab yugurib qochibdi. Shir bo'g'ining kaynidan shamoldek yugurib qo'g'labdi, lekin yetisholmabdi. Voy, mening mungizim shoqqa ilinib qoldi. Voy jon, men qechishim kerak. Bo'g'a kuchab shoqchilarni sundirib etib qochibdi. Taliga bo'g'a qutulib qilib, davomli yugurib qochibdi. Nima degan tiz yuguraydi bu bo'g'a? Putlarim og'rib ketdi. Bo'ldi, qo'g'lamay. Bo'g'a oxiri shirdan qochib qutulibdi. Hey, men xatolashibdiman. Men yaratmagan putum jinimni qutuldirgandi. Men tamanno aylab maqtangan mungizim meni shirg'a tutqizib qo'yg'ili tas qoldi desa, shuning bilan bo'g'a o'zining xato so'zligini his qilib, cho'ng savoq qopdi. Javhar, o'maqlar, bizmi o'p bo'g'aga o'xshash, beshim cho'ng, lekin burnim chiroyli demayli. Qo'limizning o'zining alaydiligi bor. Putimizning o'zining alaydiligi bor. Hamma a'zoyimizning o'ziga xos ortiqchiligi bo'ladi. 5 a'zoyimizning sog', to'liq bo'lishi baxtimiz shu. Siz eng yaramliq, siz eng go'zal. Karton darsi. Xanzu tili so'zlik o'rganish qismi. Men o'ngayman. Rahmat. 谢谢 rahmat. Arzimaydi. 别客气 arzimaydi. Xayr xo'sh. Xo'sh. 再见 xayr xo'sh. Diqqatingiz bizning salonimizda bo'lsin. Lutfi shirkat salonini qatib olishni unutmang. Bu salonni do'stlaringizga tavsiya qiling.